Shahar ichida yangi, zamonaviy va premium darajadagi hovli qidirayotgan edingiz. Ekranga yaqinroq keling, aynan siz bobi chiqib qoldi. Yangi qurilishlar, keng ko'chalar, asfalt yo'llar va tinch qo'shnichilik muhiti. Maydoni 3,6 sotixda joylashgan. Uy zamonaviy loyiha asosida qurilgan. Hovlining markaziy qismi alohida ko'rk va fayz bag'ishlaydi. Darvozadan kirishingiz bilan sizni premium ko'rinishdagi hovli kutib oladi. Fasadga moslab yotqizilgan sifatli plitkalar, keng ochiq maydon va o'rtadagi yashil maydon bu uyga o'zgacha joziba bag'ishlaydi. Darvozaxona qismiga 2-3 ta avtomobilni bemalol sig'dirib olsa bo'ladi. Orqa tomonda tashqi sanuzel va kladovka hamda yozgi oshxona qilish uchun tayyor naveslari bor ekan. Uyning ichki qismi esa har qanday oilaning talabiga javob beradi. 4 ta xona, katta hol, 2 ta zamonaviy sanuzel mavjud. Har bir xonaga kirganingizda yorug'lik va kenglik hissini sezasiz. Uy loyihasi oila a'zolarining qulay yashashi uchun puxta o'ylangan. Gilam va pardalari ham o'rnatilgan. Qurilish sifati haqida gapiradigan bo'lsak, uy to'liq pishig'ishda qad rostlagan. Isitish tizimi esa zamonaviy duvuq kontur kotel va radiatorlar orqali ishlaydi. Gaz, svet va boshqa kommunikatsiyalar bilan bog'liq muammolar yo'q. Manzil Farg'ona shahar Oxunboboyev massividan Quvasoy tomonga ketishda, Pakana hududidagi 6-maktab yonida joylashgan. Narxini esa $95,000 baholashdi. Albatta, kelishiladigan joylar ham bor. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yish esa esingizdan chiqmasin.